ushbu ziravorni har kuni iste'mol qilib yuradigan, ya'ni 35 yoshdan oshiq insonlar iste'mol qilib yursa, oyoq og'rig'i, osteoporoz kasalliklari, bo'g'in og'rig'lari, oyoq qirsillashi, qonni me'yorida ushlashi va undan tashqari organizmda terini yoshartirish xususiyatiga ega. Sutdan 50 marta kuchli ushbu narsa. Albatta ushbu narsani juda ham ko'pchilik bilmaydi, bilganlar ham bor oramizda, lekin bu narsani 35 yoshdan oshdingizmi, bozorda arzonga sotadi. Olib iste'mol qilib turing. Ota-onangizga ham berib turing. Kunlik norma 1 qoshiq. Buni nima deb o'ylaysiz? Hozir ko'rsataman. Bu albatta kunjut. Kunjutni har kuni 1 qoshiqdan iste'mol qilib yursangiz yoki yog'ni ham iste'mol qilsangiz bo'ladi. Terini yoshartirib, chiroyli qilib, bo'g'in og'riqlariga eng samarali kalsiy hisoblanadi. Ushbu videoni tanishlaringizga jo'natib qo'ying, zero kunjutning foydalari juda ham ko'pligini albatta bilsin. Ota-onangizga doimiy berib turing. Tuxumda kalsiy ko'p deshadi. Yo'q, aslida esa kunjutda ko'proq. Salomat bo'ling.